Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Oktagon Ligasi o'zbek auditoriyasi uchun qiziq bo'lgan turnirlar tashkil qilishda davom etyapti va mana bu turnir ham juda ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Muxlislar uchun katta auditoriya yig'adi. Chunki masalan Jasur Taysonni o'zbekistonlik muxlislar juda ham qiziqish bilan kuzatishadi. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi va bu yerda Kamil Karate uni nima desam mumkin, har qanday davlatga borsa ham o'sha davlatning muxlislari unga muxlislik qila oladigan darajada o'zini tutadi Kamil Karate va ikkalasining jangi men uchun muxlislarga qiziq bo'ladi. Va ko'pchilik qiziqib kutayotgan Goldni, o'sha Shahzodni MMA'dagi debyut jangi, professional MMA'dagi debyut jangi qanday bo'ladi? Bu ham albatta qiziq muxlislarga va bir qator yana bizni haqiqiy masalan MMA'dan O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarishga harakat qilayotgan yana biz uncha tanimagan va tanigan jangchilarimiz ham jang qiladi. Haqiqatan qiziq bo'ladi bu narsa. Endi xo'p, Jasur Tayson va Kamil Karatening natijasi qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, men to'g'risi Kamil, albatta Kamilda tajriba bor. Agar Kamil xatoga yo'l qo'ymaydigan bo'lsa, Kamilni ochkolar bo'yicha yoki boshqa narsa bo'yicha ustunlik qilib qolishi mumkin, lekin Taysonda jismoniy kuch, juda ham katta jismoniy kuch va portlash kuchi bor. Tayson agar xato qilmay urishsa, ya'ni xatoga yo'l qo'ymasa, bu jangda Taysonda katta imkoniyat bor. Shunaqa deb o'ylayman do'stlar. 1-fevralda erkin bilan urishadi. Erkin bo'ladi deyapman. Gold urishadi. Doston Bozorov urishadi. Men urishaman. Yana kelibdi Sardor degan kamariga Samarqanddan bizlarning zalda shug'ullanadigan bola urishadi, kamariga urishadi. Yomon yonaydigan janglar bor do'stlar, mana shu fevral oyida nasib bo'lsa, yonaydigan janglar bor akalar. Priyamimda ayta olmayman akalar, qanaqa priyam qo'llashimni, chunki priyamimda etsam erta video chiqib ketib, priyamini bilib qolsa, u menga zo'rlik qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun endi priyamni nasib bo'lsa jangda ko'rib olasiz. Men qanaqa o'zimning priyamlarim bor akalar, ancha zalda o'rganib, qanaqa jang qilishda, janob men oldingi janglarimga qaraganda bu safar endi umuman to'lka davlina beraman, to'lka bosim qilib shunaqa bir jang ko'rsataman. Nasib bo'lsa u hali qanaqa priyamim borligini bilmaydi. Kamil Karateni nasib bo'lsa jangda ko'rib olasizlar. Maqsad sharmanda qilishmi? Mo Taysonni Kamil Karatega kim qo'yyapti bunaqa qilib? Bu Kamil rostakam bayesi bola solishadigan. Yana Nikolinning holati qaytariladimi? Agar Instagramda motivatsiya berish bo'yicha solishganda Tayson yutib berardi uni.